25 yildan buyon so'zana kashtachilik bilan shug'ullanib kelaman. Juda ham yaxshi ko'raman kasbimni. Hech ham tasavvur qila olmayman kashtasiz hayotimni. Jamoada boshida shu atrofimizdagi qo'shnilar, ayollar, mahalladagi qizlar chiqish boshlagan. Hozirgi kunga kelib, mana jamoada ishlaydigan ayollar 100 tadan ko'p. Lekin shogirdlarim oladigan bo'lsangiz, 1000 ga yaqin shogirdim bor. Yostiq jitlidan boshlaganmiz, keyin sekin so'zanaga o'tganmiz, sumkalar qilish boshlaganman. Etiklar qilganmiz. Hozirgi kunga kelib, nafaqat kiyim, balki uy jihozlarida, mebellarda, ko'p nimalarda ham kashtachilikni bo'yicha buyurtmalar olib kelyapmiz va o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. So'zanani mana mashinada tiksa bo'lmaydimi degan savollar ham bo'ladi-da. Buni qadri qo'lda tikilganligi bilan oddiy tegidagi matosini oladigan bo'lsangiz, so'zanada qo'lda to'qilgan bo'ladi va tabiiy mahsulot. Ya'ni 50% ipak, 50% paxta bo'ladi. Keyin deylik chizmaga shu kompyuterda yoki printerda chiqarmaymiz u nusxalarni. Bular hammasi matoga qo'lda tushiriladi. Hattoki o'sha bo'yoqlari tabiiy, demak bu kashtalar 100 yildan keyin ham, asrdan keyin ham shu rangini saqlab turadi. O'zbekistonda kashtani har bitta hududda, har bitta viloyatda o'z maktabi bor, o'z nusxasi bor. Bu orqamdagi bu Shahrisabz, asosan Shahrisabzda ko'rganingizdek gullar, daraxtlar, dumaloqi borib 3-turgan o'sha Toshkent bo'ladi. O'sha falakdagi samolarni aks ettirishgan oy, quyosh, yulduz. Birinchi ko'rgazmamiz nomi Olis yulduz jilvasi deb nomlangan. 2015-yil bo'lgan. Hammaga yoqqan, hamma gapirgan o'sha vaqtda o'sha ko'rgazmamizni. Hattoki Amerikada Santa Fe bo'lardi festival. Men o'sha Santa Fe'ga yillar o'tolmay yurgan edim. Ishonasiz, mana shu Toshkent maktabini tiklaganim haqida yozib to'ldirganimizda, mana shu ko'rgazmalardan rasmni tashlaganimda, aynan shu yo'qolib ketgan maktabni tiklaganim uchun qabul qilinganman deb o'sha festivalga. Juda xaridorgir, hattoki kattalari endi ko'p vaqt olgani uchun 5 oy, 6 oy, 7 oy desak ham kutishadi. Hamma katta so'zanalar, misol uchun mana shu palagimiz 6 oy davomida bitgan. Sotiladigan narxlari har xil 4,5 5 ming atrofida. Bitta choponni o'ziga 3 oy vaqt ketadi. 2 mingdan boshlab yuqori narxda sotiladi. Ilk boshlagan paytlarimiz deylik, O'rta Osiyoga chiqib kelgan bo'lsak, Moskvaga borardik. Olmaotaga sotganmiz va sekin chet davlatlarga chiqish boshlaganmiz. Avstraliyada so'zanani tug'ilishi deb nomlangan shaxsiy ko'rgazmamiz bo'lgan. 2023-yil bo'lgan ko'rgazmamiz. Keyin 24-yili bahor oyida Rigada, Latviyadagi birja muzeyida 2 oy davomida bo'ldi o'sha ko'rgazmamiz. Ko'p davlatlarga eksport qilyapmiz. Angliyaga, Germaniyaga, Yevropaga, Monakoga hattoki yuboramiz. Hozir mana Qatarda ham ko'rgazmamiz bo'ldi. U yerdan ham ko'pgina buyurtmalar olib keldik. Britaniya muzeyida 2 ishimiz turadi. Har bitta hunarmand ishini muzeyda ko'rish menimcha bu juda katta baxt. Har doim takrorlayman. Bizlarni hunarmandlarni o'sha yurtboshimiz qo'llab-quvvatlashlarini, bizga ko'pgina imkoniyat yaratayotganlaridan har doim rahmat deb kelganman. Yangi boshlagan vaqtim uyda boshlaganman. Bir dona xonada, o'sha xonada tiqilib o'tirgan vaqtlarimiz bo'lgan, ijarada o'tirgan vaqtlarimiz bo'lgan. Menga 2018-yili Siz hunarmandlar shahari qurilarkan, o'sha joydan sizga ham joy berilarkan, ham yashirkansiz, ham sotarkansiz, ham ishlarkansiz deyishsa, hammasi bitta joyda bo'lishi, tushishdek narsa bo'lgandek. 2019-yili ko'chib kelgan bo'lsa, hunarmandlar uchun o'sha yeri bepul taqdim etilgan, ya'ni prezident tomonidan sovg'a bo'lgan. Prezidentimiz bu yerni ham sovg'a qilganlar. Bu joyda bunaqa katta maktab ochilishi, ya'ni bir joyda jamlangan bunaqa katta maktab va ishxona va shu bilan birgalikda mana bu galereya mo'jizadir. Kelgan xaridor ustaxonaga kirishadi, bo'yashni ko'rishadi, tepada chizmakashlikni ko'rishadi. Ya'ni matoga o'sha kashta qanaqa tushirilishini ko'rishga imkoniyatiga ega bo'lishyapti-da. O'tdan chiqib sotiladigan narsalar bormi deyishadi. Kirib do'kon ham bor. Ular nafaqat kelib aylanishadi, xarid qilishadi, hatto mahorat darslariga yozilishadi. Bu yil avgust oyida taram prezidentimiz tomonidan sizni mukofotlashar ekan deganda bilasizmi? Rosa yig'laganman. Men professor emasman, to'g'rimi? Men akademik emasman. Men oddiygina bitta hunarmand o'zbek ayoliman. Bunaqa mukofotni olish bu juda katta baxt.